AQSh Eronga Isroil va Saudiya Arabistoni hamkorligida hujum qildi. The Wall Street Journal nashriga ko'ra, Saudiya valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon Trampga bir necha bor qo'ng'iroq qilib, Eronni nishonga olishni tavsiya qilgan. Isroil bosh vaziri Netanyahu esa uzoq yildan beri AQSh zarbalarini targ'ib qilgan. Birlashgan sa'y-harakatlar Trampga Eron rahbariyati va harbiylariga qarshi keng ko'lamli havo operatsiyalarini boshlashga yordam berdi. Ilk soatlarda Eron oliy rahnamosi Ali Xomaney va bir necha yuqori martabali amaldorlar halok bo'ldi. Hujum AQSh razvedkasining Eron kuchlari bevosita tahdid solishi dargumon degan taxminlarga qaramay amalga oshirildi. Saudiya valiahd shahzodasi Trampning maxsus vakili Jared Kushner bilan Eron yadro muzokaralari paytida gaplashgan. U rasmiy bayonotda hujumga qarshi ekanini aytgan, lekin yopiq uchrashuvlarda AQShni zarba berishga undagan. Uning ukasi mudofaa vaziri Xalid bin Salmon esa hujum qilmaslik salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligini ogohlantirgan.